Kun juda ham isib ketdi. Lekin bu 33 savol ekstrani yangisini suratga olishga hech qanaqa bahona bo'la olmaydi. Bugungi mehmonimiz sizlarga ma'lum va mashhur bo'lgan bizning do'stimiz Muhammad Ali Eshonqulov bo'ladilar. Faqat u kishiga suhbatga chorlashda biz ozgina ishlatdik. Sizga hadya bor deb. Aslida hadya 33 ta savol edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomatmisiz? Sog'inib ketdik. Sihatlaringiz yaxshimi? Bormisiz? Ishlaringiz sog'lar. Bular Dilmurod akamlar. Mana shu mikrofonni taqib oling-da. Mana turib oling. Omonat debman. Savolida omonat 33 ta ekstra edi. Sovg'ada o'ylabman. İlk savolimiz, har bir ish boshida qilinishi, aytilishi lozim bo'lgan ishlar va so'zlar. Avvali yaxshi niyat va bismillah. Ota-onadan duo. Hayotingizda nima o'zgarishini xohlayapsiz va bunga qanday harakatingiz bor? Bu mumtoz bo'lib kelgan umrim oxirigacha nafsim tarbiyasini olib kelganman. Shu o'zgarishni rosa xohlayman. Jang oxirigacha borsa kerak. Haddini bilmaganga uni bildirishning eng go'zal usuli qanday? Sabr bilan xayrli duo. Nega maktabda 2-3 bahoga o'qiganlar kelajakda yaxshi moliyaviy holatga ega bo'ladi? A'lochilar aksari unday emas. Avval shunaqa bo'lgan, hozir teskari bo'lyapti. Avval zamon o'qimagandan bo'lavergan, hozir o'qigandiki. Lekin buni ilmiy asosi bir tarafdan kichiklar tavakkalchiroq bo'ladi-da. Aha. O'qiydiganlar hamma tarafni rosa hisob qilib turib, Keyin 70 marta o'lchaydigan bo'lib qoladi bir xilda. Ba'zan shu tavakkulni qilib turish kerak. Bu nima degani? O'qiydigan tavakkulchi 1000 marta yaxshi, o'qimaydigan ikkinchi tavakkulchidan. Ya'ni ular haqiqatda Alloh taolaga ishonib bir ishni boshlasa, yorvoradi. Ya'ni hamma ikkinchi millionerlar qo'shsangiz ham o'qigan, o'qimishli millionerga yetmaydi. nafsni aytganini qilmasdan uni qanday ko'ndirsa bo'ladi? Shart qo'ysa bo'ladi nafsga. Ya'ni agar buni qilsang, buni qilaman. Buni qilsang, senga yoqqan mana bu narsani beraman. Halol qilgan Xudoy taolo bir nafsga yoqadigan narsalar bor. Masalan, sayohatdir, sarguzashtdir, kiyimdir, yeydigan narsadir va hokazo. O'sha shar'iy narsalarni mukofot tarzida berib, ish qildirish kerak nafsga. Bolalar multfilmi uchun o'zbek qahramonini o'ylab toping. Alisher Navoiy hazrati prototipi bo'ladi, deydi-ku. Ha. Har taraflama to'g'ri keladi, hamma zamonlarga. Qaysi ishdan so'ng sizga insonlar aslini ko'rsata boshladi? Odamlarni aslini har kuni ko'raverasiz, faqat hikmat ko'zi bilan qarash kerak. Odamlarni asli bunaqa ekan deb turib noliydigan odam o'zi aslida muammo o'zida bo'ladi. Shuning uchun sen odamlar aslini bilishga qiziqmagin, o'zingni aslingni bilishga, o'zingni mohiyatingni bilishga qiziqin deb o'zimga nasihat qilaman. Shuning uchun o'zimizning mohiyatimizga ko'proq diqqat qilaylik. Siz tavsiya qiladigan ziyoratgohlar O'zbekistondagi. Butun dunyo oqib keladi, yetib berib. Albatta Buxoroy sharifda. Keyin Samarqandda albatta Shohizinda hazrati ziyorati, Chokardiza qabristoni bor. Aha. Imom Moturidiy hazrat qo'yilgan va minglab ismi Muhammad bo'lgan avliyolar ko'milgan ekan. Xudoy taoloning do'stlari yotgan joyga Xudoy taoloning rahmati, sakinati yog'ilib turadi-da. O'sha Chokardiza qabristonida minglab, ehtimol bilmayman, 100 minglabdir avliyolar ko'milgan va Burxonli Marg'iloniy hazratda ham qabrlashadi. Samarqandda yana Hoji Ahrovali hazrati ziyoratgohlari bor. Imom Buxoriy hazrati ziyoratgohlari bor. Umuman o'zi aslida yerda tosh olib turib shunday otsam, birorta shu olim yoki avliyolar yotgan joyda ustiga tushadi. Ya'ni bu joylarga avliyolar, Xudoning do'sti, olimlar qadam bosmagan joy qolmagan. O'zbekiston shunaqa bir buyuk joy. Davom etamiz. Toshkentda Zangiota bor, Andijonda Qutayba ibn Muslim hazrati ziyoratgohlari bor. Sanasam shu 1 soat davom etadi, tugamaydi. Oyning 18 kuni yorug', 12 kuni qorong'u. Gap nima haqida ketyapti? Ishdan kallamay qoldi. Limit haqida ketyapti. Davom etamiz. 1928-yil 26-iyul kuni o'zbek xalqini ajablantirgan holat. Televideniya, birinchi televizor yoqilgan ekan. O'zbekiston Respublikasi hududida birinchi televizor yoqilib, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toshkentdan gapiramiz bo'lgan. Qaysi kinoni ko'rishni tavsiya qilasiz va nega? Bitta emas, ko'proq tavsiya. Mayli, 3 ta kino tavsiya qiling, ko'rishsin odam. Super 30 hincha kino bu. Super 30. Anand Kumar degan matematik olim odam, u hali tirik. O'sha odam bir 30 ta bolani juda ham qiyinchilikdan chiqqan, tekin o'qitib, tarbiya qilib, o'qishi bor Hindistonda. O'shanga grantga kirgizadi. O'sha juda zo'r kino. Birinchisi, ikkinchisi. Mayli, odamlar meni hincha kino ko'radi desang, mayli. Hozir xayolimga boshqa kelmay qoldi. Gabbarning qaytishi. Akshay Kumar o'ynagan. Uchinchisi Telba Sarfira degan. Deccan Airways degan 2004-2005-yillar uni ham Akshay Kumar o'ynagan avialiniyaga asos soladi-da. Juda ham qiyinchilikda o'tgan bechara, yig'laveray dedim. Er xotin rosa bir-birini suyab oyoqqa turgan ekan.
Hozir qancha oyoqqa turolmay turgan er-xotinlarga motivatsiya bo'lar. Nasib inshaalloh. Navbatdagi savol. Xalqimiz asrashi shart bo'lgan resurslarimiz qaysilar bo'lishi lozim? Yoshlar, faqat yoshlar. Bitta resurs. Qolganini amalasa bo'ladi. Yuksalish maktabida shu vaqtgacha qo'llangan jazolar qanday bo'ldi? Telefonni olib qo'yib, faqat kitob o'qitganmiz ba'zilarda. O'zi shunaqa maktab ichida telefon ishlatish mumkin emas, lekin ota-onalar bilan kelishib, ota-onalarni o'zlariga telefonni topshirib, ba'zi holatlarda 30 ta kitob o'qigandan keyin telefonni qaytarib berasiz deganmiz. Bolalar bir oyda o'qib qo'ygan ba'zilar. Telefon uchun 30 ta kitob, telefon uchun. Lekin o'qishgan. O'qishgan. Nimadir qoladi 30 ta kitobdan. 300 mingga Toshkent markazi, Toshkent City'da 10 kishini qanday qilib qornini to'ydirsa bo'ladi? Toshkent City'dami? Ha. 300 mingga yaxshi. O'sha somsadir, pirashkadir, gummadir olasiz, haligini yozib qo'yib. Mavsum yangiligi Evas'dan 30 mingdan Ha, shunaqa zo'r set chiqqan. 300 mingga 10 kishi. Evas'da yangi 6 tasi bittada lunchboxlar. Endi atiga 30 ming so'mga mini hot-dog, nuggetslar, kartoshka free, ketchup, Pepsi va muzqaymoq. Mukammal tamada. Faqat Evas restoranlarda. Bu reklama edi. Davom etamiz. Farzandlarga qo'l telefon berishning eng yaxshi yoshi. o'qishga kirgandan keyin, universitetga kirgandan keyin bemalol shu to'g'risi bo'ladi. Otangiz oxirgi marta sizga olib bergan narsa nima bo'ldi? Dadam menga oxirgi marta kitob hadya qildilar. Aha. Lekin men o'zim nima olsam ikkitadan olaman. Ya'ni dadamga birinchi olaman, keyin o'zimga olaman. Qo'ldan kelgancha. Oxirgi marta chiroyli bir yaxshi kiyim olgandik. Iloyim, meni ham o'g'lim shunaqa bo'lsa, har doim. 24 soat ichida telefonga qancha vaqt ajratyapsiz hozirgacha kunduzda? 3-4 soat bo'lsa kerak. O'zbekistondagi barcha maktablarda tatbiq qilinishi kerak deb bilgan fikringiz qaysi? Alohida kitobxonlik darsi qo'yilib va notiqlik kursi qo'yilsa juda istardim. Chunki bolalarimiz fikrini bayon qilish o'rganish kerak. Bayonda gap kattada. Qizlar qanday bolalardan sovchi kelsa, xo'p desin. Xudodan haqiqatda qo'rqadigan, Aha. yuzi nurlik, o'tmishi toza va umumiy bitta hisobda taqvodor bolani hozir kunduz kuni fanlar yoqib topish imkonsiz. 20 dan 40 ming orasi shogirdlarimiz kerak. Yaqinda bitta shogirdimizga sovchilikka bordik. O'zingizmi? Umrimda birinchi marta sovchilikka borishim. Qiyin ekanmi? Va o'shanda shu gapni aytdim. Nima dedingiz? Men qancha shogirdlarim bor, birortasi sovchilikka bormaganman. Bu yigit yuzi nurlik bola, juda ishonchli bola. Singlim bo'lganda o'zim berardim agar buni yoshida. Lekin siz uzoq, bu yaqin demasdan har xil urf-odatni chetga yig'ishtirib qo'yib, qiz bola omonatki joyi chiqqanda berish kerak deb rosa gapirdim. Berishdimi? Berishdi. Qachon to'y? 25-maydami shunaqa. Qarang, to'yga aytmasangiz-ku, bo'ydoqlar qanday qizlarga sovchi yuborsin? Boyagi parametr. Bu men aytadigan bir gap emas. Xudodan qo'rqadigan inson shu kamera yo'q joyda ham yolg'iz qolganda ham Xudodan qo'rqadi. Odamlarning haqqiga, oilasining haqqiga rioya qiladi. Bu erkakka ham, ayolga ham, qizga ham, yigitga ham qo'yiladigan parametr. Ota-onalar yozgi ta'tilda farzandlari bilan nima qilishsin? Endi ota-onani ham har doim tushunish kerak. Rizq, ro'zg'or ular zimmasida bo'ladi. Lekin uni bahona qilib turib farzandlarni o'z holiga tashlamasdan hech bo'lmasa bir haftada bir kun vaqt ajratsin. O'zi aslida ilmda ta'til degan narsa bo'lmasi kerak. Ya'ni yil 12 oy o'qiladigan. Imom Buxoriy hazrat men faqat ikkita hayitda dam olganman deganlar. Tarbiyali, tarbiyasiz deb kimga aytiladi? Zulm insonda o'zi nafsiga bo'lishi mumkin, ijtimoiy zulmlar bo'ladi-da, jamoatga nisbatan. Tarbiyali, tarbiyasiz odamlardan hayo qilib, qo'rqib, o'zi gunoh qilib yuradigan pana joylarda Xudoni ko'rib turganini his qilib turadi, lekin qo'rqmaydi. Odamlardan uyaladi. Buni gunoh kattaroqki, Xudo odamlardan qo'rqding, mendan qo'rqmading, odamlardan uyalding, mendan uyalmading. Tiq etgan ovozdan cho'chiding, mendan cho'chimading. Meni qadrim shu odamlarchalik bo'lmadimi deb so'rasa nima deb javob berasan? Shuning uchun Xudo taolo men ko'p aytaman, sirtimiz bilan ichimizni bir xil qilsin. Odamlar orasida g'ayratli, shijoatli, taqvodor, ko'zini tiyadigan bir hokazo ko'rinib, yolg'iz qolganda to'ng'izdan battar bo'lishdan Xudo saqlasin. Avvalgi ulug'larimiz odamlar orasida qanday ko'ringan bo'lsa, yolg'iz holatda shundan 11 kuchliroq bo'lgan ekan. Bizni abgor holatimiz shuni teskarisi bo'lib qolgan. Shuni birinchi nolvoy o'ringa chiqarib olishimiz kerak. Keyin tepaga qarab harakatlash kerakki, odamlardan emas, ko'proq Xudo taolo haqliroq qo'rqishga. Barcha ishlaringizni qaysi so'z bilan yakunlaysiz? Oxirida hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir yaxshi emasmi demak, hali oxiriga yetib kelmadi deyman. Yo'q, lekin intervyu tugadi. Savollar ham tugadi. 30 savol ekstra Muhammad Ali Eshonqulov bo'ldilar. Hazrat, rahmat. Boringizga shukr. Hadya omonat yoqdimi? Ko'p berib turasiz. Sizga rahmat, Murat aka.